Biror bir odamga to'g'ri gap aytgan paytingizda oldin o'zingni bilib ol, o'zing shunga amal qilmaysan-ku degan g'alati javoblarni eshitgansiz. Bu fikrlar aksar odamlar to'g'ri deb qabul qilishgan. Hattoki populist blogerlar buni mantiqiy fikrlashda da'vo qilishadi. Lekin bugun ularni parchalab tashlaymiz. Real mantiq bunday. Bu ad hominem shaxsiyatga o'tish xatosi deyiladi. Ya'ni fikrni rad etishga kuchi yetmagan inson avtomatik ravishda fikr berayotgan odamning shaxsiy kamchiliklarini qidirishga o'tadi. Lekin haqiqat kim gapirayotgandan qat'iy nazar haqiqatligicha qoladi. Tasavvur qiling, o'pka saratoni bo'yicha eng kuchli professor shifokor sizga sigaret chekish o'pkani chertadi, chekmang deb maslahat beryapti. Lekin shifokorning o'zi kanda qilmay sigaret chekadi. Xo'sh, uning o'zi chekishi sigaretning zararli ekani haqidagi ilmiy haqiqatni o'zgartirib qo'yadimi? Yo'q, shifokor o'z nafsini yenga olmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin u berayotgan ilm 100% to'g'ri va foydali. Siz nima qilasiz? Foydali fikrni qabul qilib, uning shaxsiyatini o'ziga qoldirasizmi yoki uni hayotiga burun siqib, sen avval o'zingni bilib ol. Sen chekishni tashlasang, keyin men ham tashlayman deb o'zingizni foydadan uzoqlashtirasizmi? Bitta narsani tushunishimiz kerak. Bizning miyamiz juda ham dangasa. Birov bir xatoni to'g'rilagandan ko'ra, o'sha vaziyatdan mantiqiy xato qilib bo'lsa ham aura bilan chiqib ketish xohlaydi. Yana bitta qiziq narsa, o'sha mantiqiy xatoni men ham ba'zida qilib turaman. Bu degani